Odam alayhissalomga Alloh subhanahu va taolo 1000 yil umr bergandi. Uni 40'ini Davud alayhissalomga berdilar. Nega bu kam yashaydi? Men 40'ini berdim dedilar. 960 yoshga yetgan vaqtlarida jon oluvchi farishta keldi. Bugun so'nggi kuningiz, tayyorgarligingizni ko'ring dedi. Odam alayhissalom shu vaqtda dehqonchilik qilib turgan ekanlar. Qo'llaridagi ketmonni olib Malakul Mautni jon oluvchi farishtani quvlaganliklari aytiladi. Nima deyapsan? Men 1000 yil yashayman, endi 960 ga to'ldim degan ekanlar. Inson bu dunyoga to'ymaydi. Ammo lekin hayotimiz qanchalar uzoq davom etadigan bo'lsa, yaxshi amallarimiz uchun davomli bo'ladigan bo'lsa, bu albatta yaxshi. Lekin umrimizning oxirida Alloh asrasin bir fitnalarga uchib dindan qaytib qoladigan, Allohga shakkoklik qilib qo'yadigan ish bo'ladigan bo'lsa, inson uzoq umr ko'rgandan ko'ra iymoni bilan yoshroq vaqti o'tib ketgani ham xayrliroq bo'ladi.